Mana shu krujkani ko'ryapsiz, a? Mana shu krujkani ko'ryapsiz, chiroyli krujka. Bu krujkani men tovushini chiqarib boraman. Siz qay darajada eshitayotganligingizni tekshiramiz. Uzoqlatib boraman. Yana bir marta tovush qanaqa tekshiruv eshitilayotganligini обязательно aytasiz menga, хорошо? Keyin esa buni biza balliy sistema orqali aytamiz. Esingizda qolsin, qanaqa darajada tekshirganingiz. Endi men qo'limda shunaqa qilaman va uni uzoqlashtirib boraman. Siz buni qanaqa darajada eshitganligingizni oxirida krujkada taqillatish tezligim bilan hamda buni ham aytasiz. Hop, 1, 2, 3, 4 boshladik. Eshitilyaptimi? Piyoda ko'ryapsiz, a? Piyoda. Endi mana shu tovushlarni ham izlab qoling. Bu tovushlarni bekorga qilmayman, hozir aytib beraman. Xullas, bu tovushlarni nimaga so'radim? Qanaqa eshitdingiz? Pastroqqa uzoqlashtirganimda eshitildimi? Qanaqa darajada eshitildi? Pastroq. Nimaga buni qildim? Bu ko'rsatgan tovushlarim ham qaysidir ma'noda sizni aurangizni, quloqlarni biroz bo'lsa-da ochish terapiyasini yordam berardi. Lekin siz baribir ham pastroq eshitdim deyapsiz. Men o'sha chizgida biroz tekshirib ko'raman. Quloqingizni tekshirib ochib ko'ramiz. Xotirjam o'tgan safar o'rgatganimdek 3 marta nafas olib endi quloqingizni sekin oching. Men xuddi menga bu joningizlarga yoki onajoningizlarga ishongandek sekin ochsangiz, sekin o'tirsangiz men ochib tekshiraman. Hop, bir quloqingizni ochib ko'ring. Qulog'ingizda yaxshigina probka, ya'ni sera oltin gugurt ozgina probka bo'lib yig'ilib qolibdi.
shekilli. Sekinman quloqingizni oching. Sekin qovuni qilib qo'yaman. Bosh qo'ying, faqat bosh qo'ying. Xotirjam xayollaringizga hech qanaqa xayollarga berilmasdan o'zingizni xotirjam qo'ying. Miyangizni bir joyga yig'ing. Hech nimani o'ylamang. Hech nimani o'ylamasdan, xotirjamlik bilan negativ narsalarni o'ylamasdan iloji boricha miyani biroz bo'lsa-da miyani xotirjam qo'ying. Sekinlik bilan avomman. Yana sekinlik bilan olib tashlayman hozir. Bir ormada bo'ldi, mana chiqdi. Bu ham qaysidir ma'noda bizani qulog'imizga foydali jihatlari bor. Shuning uchun juda bizani qulog'imizga diskomfort berib, ortiqcha xalaqit beradigan bo'lsa, biz qulog'imizni tozalashimiz kerak. Ortiqcha quloqqa tegish tavsiya qilinmaydi, qadrdonim. Esingizda qolsin, xo'p.
ozgina